maktabga bormay, erkaklar o'ljasini ko'zlagan yovvoyi hayvon deb senga qarab turadi. Qaramaydiganlar esa gavjum joylarda qo'llarini yaxshigina ishlatishadi. Jozibali yoqimtoy quyoncha emish. Biz hayvonmizmi? Gaplarimni eshitasiz. Ko'zingizni olib qochmay menga qarang. Ko'chaga chiqsang, ota-onang, "Qizim, ko'chaga chiqyapsanmi?" Yigitlar qarashadi, "Uzunroq kiyin" deyshadi. Xo'sh, nima qilaylik? Popkorndagi yorilib ketaylikmi? Endi esa yangi trend paydo bo'ldi. To'satdan kiyimsiz suratlar. Diqqat, jamoat e'loni. Aziz janoblar, biz qizlar sizning erkakligingizni tasvirlovchi suratlarga mutlaqo qiziqmaymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda haqoratlashadi, qo'rqitishadi. Keyin esa "Nega blok qildingiz, singlim?" Muammoni kim chiqaryapti? Erkaklar. Kim bezorilik qilyapti? Erkaklar. Kim tegicholik qilyapti? Erkaklar. Lekin erkinlikni kim yo'qotadi? Biz ayollar. Shuning uchun ham yolg'on gapiramiz. Ha, kechasi uyimizdan yashirincha chiqib ketamiz, lekin bu biz buzuq ayolmiz degani emas. Biz ham siz kabi bu dunyoda bir marta yashaymiz.